Qarangda, chiroyli nutq qilish nimadan boshlanadi? Ustozlarimiz Muhammad Ali Eshonqulov, Abdukarim Mirzayev, Jahongir Po'latov, Temurbek Adhamovlari chiroyli nutq qilishlarida ularni birlashtirib turadigan bitta umumiy jihat bor. U nima desiz? U shevadan xalos bo'lib, so'zlari chiroyli talaffuz qilib, urg'u berib gapirish emas. Ularni nutqida ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan eng asosiy jihat qayerda, kimga, nimani gapirishni bilishlar, ya'ni auditoriyani his qilish. Siz agar 1000 talaffuzingizga urg'u bersangiz, i, e, a, o, u deb turib shevadan xalos bo'lib ovozingizni jarangdor qilsangiz ham, agar sizda fikrlash bo'lmasa, auditoriyani his qilish bo'lmasa, ularni qabul qilish ehtiyojidan kelib chiqib, ularga latifa bilan kuldirib, hattoki ularni emotsiyasiga ta'sir qilib, ular hattoki aqliy fikrlash jarayoniga ta'sir qilib gapirishni bilmasangiz, sizni gapirayotgan gapingizdan ma'no qolmaydi. Ya'ni siz auditoriyani o'zingizga jalb qila olmaysiz, ularni muhabbatini qozona olmaysiz. Ustozimiz Muhammad Ali Eshonqulov ajoyib bitta gaplari bor. Siz qachonki kimga, qachon, nimani gapirishni tushunib yetganingizda va shuni amalda qo'llaganingizda, siz eshitib turgan odamlarni qalbiga ta'sir qila olasiz. Nutqingiz bilan ularni hurmatini qozona olasiz deyshadi. Buning uchun inson nima qilishi kerak? Buning uchun inson kitob o'qish kerak birinchi o'rinda. Kitob o'qish empatiyani shakllantiradi. Empatiya bu nima desa, siz sizni qarshingizdagi odamning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rishingiz. Bu hamma joyga to'g'ri kelib ketaveradi. Misol uchun, siz istalgan odam bilan gaplashayotganingizda, siz uni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rasiz va undan kelib chiqib, uni fikrlaridan kelib chiqib, u bilan suhbatlashishingiz oson bo'ladi. U agar agressiv odam bo'lsa, o'sha tomondan xushchaqchaq odam bo'lsa, o'sha tomondan yoki kayfiyatiga qarab moslasha olasiz va unga berayotgan informatsiyangiz orqali u odamni psixikasiga, ya'ni ongiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishingiz mumkin. Bunaqa usullar juda ko'p. Mana shu empatiyani shakllantirish uchun odam ko'p kitob o'qish kerak. Kitob o'qiganda qanaqa o'qiydi? Misol uchun siz o'tgan kunlarda Otabek, Kumush, boshqa obrazlarni ko'rasiz, Homut misol uchun. Siz empatiyani qachon shakllantirasiz desa, Otabekni obrazini o'qiyotganda siz Otabek bo'lib ko'rasiz. Ya'ni Otabekni o'rniga o'zingizni qo'yasizda, o'sha vaziyatga Otabekni ko'zi bilan baho berasiz. Hatto erkak kishi bo'lsangiz ham Kumushni obrazini o'qiyotganda Kumush bo'lib ko'rasiz. Ya'ni sizda Kumushni fikrlash paydo bo'ladi va sizda u yerda Zaynabni fikrlash paydo bo'ladi. Homutni fikrlashi, hatto Otabekni otasini hissiyotlarini, emotsiyasini his qilib ko'rasiz. Aynan mana shu narsani his qilish uchun odam juda ko'p kitob o'qish kerak. Kitob o'qiganda agar baland ovozda o'qisa, uni talaffuzi ham yaxshilanadi. Mana shu orqali odamlarga ta'sir qilish qobiliyatini yanada kuchliroq qilish mumkin bo'ladi.